Xitoyda yuz bergan kuchli yog'ingarchilik janubiy va markaziy hududlarda keng ko'lamli toshqinlar va ko'chkilarga sabab bo'ldi. Hodisa oqibatida kamida 10 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Hunan va Guanxi provinsiyalarida favqulodda holat joriy qilindi. Shuningdek, joylarda maktab va korxonalar faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Ayrim manzillarda esa transportlar harakati butunlay cheklangan. Dasturimizda xalqaro maydonda sodir bo'layotgan shu kabi so'nggi va muhim yangiliklar tafsiloti bilan davom etamiz. Bir necha soat avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Xitoy yetakchisi Si Szinpin Pekinning markaziy Tiananmen maydonida uchrashishdi. Shundan so'ng davlat rahbarlari ishtirokidagi muzokaralar boshlandi. Tomonlar savdo-iqtisodiy hamkorlik, energetika, transport va xalqaro xavfsizlik masalalarini muhokama qilishdi. Shuningdek, qator qo'shma loyihalarni davom ettirish bo'yicha kelishuvlarga erishilgani ma'lum qilindi. Kongo Demokratik Respublikasida Ebola bezgagi oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 131 kishini tashkil etmoqda. Hozirda yana 513 kishi virus yuqtirganlikda gumonlanmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti kasallik dastlab taxmin qilinganidan tezroq tarqalishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, tekshiruvlar natijasida kasallik tarqalgan yangi hududlar aniqlanmoqda. Chili poytaxti Santiago shahrida havo ifloslanishi keskin oshdi. Hozirda hukumat tomonidan holatni yaxshilash maqsadida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, transportlar harakati uchun cheklovlar joriy qilindi. Ayrim korxonalar faoliyati to'xtatildi. Aholiga, ayniqsa bolalar, keksalar va bemorlarga uyda qolish tavsiya qilinmoqda.